Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Lil Turam The Master of Defense, ya'ni himoyaning eng kuchli himoyachilaridan bo'lgan Lil Turamga open pack qilamiz. Akkauntimiz ko'rib turganinglardek 3261 dan baland, ideal, blitzkurial, fenomenal finishing, himoya, вообще ideal akkaunt. Zaminamiz ham juda ham chiroyli, bir-biridan yaxshi o'yinchilarimiz bor. Xo'p, shu akkauntga sizlar bilan open pack qilamiz do'stlar. Xo'p, 3300 coinsimiz bor. Ko'ramiz, nasib inshaalloh 3300 coinsga uchala epicga ham ushlashga harakat qilamiz do'stlar. Lil Turam. Bizning asosiy maqsadimiz Lil Turam. Himoyamiz yana ham mustahkamlash uchun Lil Turamni ushlashga harakat qilamiz. Igor Casillas, Edmilson. Ko'ramiz, bitta 900 talikda tushsa agar ishoninglar. Xo'p, open packimiz juda ham omadli bo'ladi. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 bitta Turam bizga faqat Konami please. Turam open packimiz birinchi 900 coins. Katta kim? Bizda kim bor? Kim? Epic! Bizda epic bor. Birinchi 900 talik va birinchi epic. Kim? Barselona. Turam! Do'stlar, open packimiz shu joyida o'z nihoyasiga yetadi. Bizga Lil Turam kerak edi va Lil Turamni ushladik. Bunaqangi open pack faqat bizda bo'ladi do'stlar. Do'stlar, nima deyapti? Do'stlar, open packimisan, open pack. Bu akkauntga o'tgan safar o'zim ochganman. O'shanda pakni to'lig'icha ochishga to'g'ri kelgan. Lekin bu safar birinchi 900 talikda Lil Turam bizaga tushdi. Bizani keyingi nishonimiz balki Lamin Yamal, Usmon Dembele va Vitinha bo'lishi mumkin. Vitinha bizda bor, Yamal bor, lekin Dembele qiziqarliroq. Xo'p, bizlar hozir Lil Turamni maqsad qilgan edik, maqsadimizga yetdik. U yog'ini, xo'p, akkauntni egasiga murojaat qilamiz. Och yoki ochma desa Lil Turam. Do'stlar, to'g'risi, akkaunt egasi o'zi Real Madridni muxlisi, lekin afsuski akkauntimizda faqat Barselonani o'yinchilari ko'proq. Xo'p, Lil Turam avto kuchaytiramiz boshlanishiga va u 106 reytingda. Tanli grekasini ko'ramiz. O'ng qanot va centralniy forward. Oy, defensiv, attack, agressiya, engagement. Вообще dahshat, speed, acceleration, вообще ideal. Bunga agar boosterimiz bo'lsa, booster beramiz. Ko'ramiz. Boosterim bilan, booster ham yetarli. Hozir men boosterni qaysi berilishini ko'rib, so'ng davom ettiraman.